Assalomu alaykum ekran oldidagi qarindoshlar. Hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Assalomu alaykum To'g'liqqa, Mavlanka, Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga qatnashib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizga rahmat. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Unda hozir programmamizni boshlaymiz. Bugungi programmamiz muhim bo'lgan bir programma. Vaqt e'tibori bilan balki programmani ya ikki qism bilan qilamiz ya bir qismga. Shuning uchun biz vaqtni tejash uchun iloji bir qismga yig'inchoqlaymiz, bo'lmasa ikki qism qilamiz. Unda savolninki shu muhim qismiga kiritaylik. To'xtab Facebook seniki kirsam chiqmadi o'tir Facebookda. Facebookda tamam. Chiqibdi. Chiqatamda. Assalomu alaykum ekran oldi qarindoshlar. Ovozimiz bormi, yo'qmi? Bu ovozni bir sinab boqaylik. Assalomu alaykum ekran oldi qarindoshlar. Ovoz. Hamsa boshlaylik. Shunda bo'lgan bugun 3 kunning oldida Amerikaniki yangidan prezident saylangan Donald Trump o'ziniki haqiqat ijtimoiy tarqatish qutqusida Rojdestvo bayramini qutlug'lash munosabati bilan o'zining e'lon qilgan tabriklash bayonotidan keyin o'ziniki zamin setib olish, ya'ni Daniya igdorchiligidagi Gerland Oralni setib olish, shundaqla Kanadani Amerikaning 51-shtat qilish qatorliq yozmalarni e'lon qilgandiki, bu dunyoda kuchli diqqat qo'zg'adi. Bu munosabat bilan biz unda Amerika nima uchun zamin setib oladi? Amerikaning zamin shu qadar kengri, tarixda Amerika qaysi zaminlarni setib olgan, u zaminlar qaysilar? Bu zaminlar Amerikaningki tarixida, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy tarixida qanday rol o'ynagan? Mushu munosabat bilan biz bu programmani o'rinlashtirdik. Unda bo'lsa savolniki biz o'ziga kiritaylik. Birinchi savol. Amerika tarixda boshqa davlatlarning zaminni setib olishga maqsadi nima? Mushundan boshlaylik. To'g'liqqa sizdan boshlamdi. Va alaykum assalom bütün dünyadaki barlıq Şərq Türkistanlıq yerindaşlar. Bugün hem de aldırışla çıqqandek buldum. Çünkü benim saat 2'de səfər çıxadigan vaxtım bo'lib qolgancha, shuning uchun. Lekin mazmun Abdurimjon tushuntirib o'tgan mazmun nihoyatda bir qiziqarli bir mazmun bo'lg'ashqa bugun shuni boshlaylik. Endi mencha balki shu 1 soat vaqt ichida buni tugatolmaymiz, chunki vaqtni so'zlaydigan mazmunlarni aytib, bularni aytib chaqqan o'tkazadigan bo'lsak, toza ahamiyatli bo'lmay qoldi. Shuning uchun buni boshlaylik. Men bu gapni oz qilib boshlayman buni. Oldi bilan shu Amerikaningki shu tarixdagi zamin setib olish jarayonni so'zlashdi. Buni oldi bilan Amerikaningki hozirgi xaritasi, hozirgi ahvolini bir qisqacha to'nsurtay deymiz. Hamda hammamiz bilgandek Amerika Qo'shma Shtatlari, yani buning ismi ham United States of America deydi. Amerika Qo'shma Shtatlari navbatda shu 50 shtatdan tarkib topgan. Buningki hamda bir ayrim bir yer bor, yani Washington DC degan Amerikaningki ma'muriy o'rnida u 50 shtatning ichiga kirmaydi. Ayrim o'z oldiga bir district, alaydilik boshqarish rayoni deymiz. Bu 50ning ichida 48ni continental states deydi. Continental degan Amerikaning ziminining, Amerikaning qit'asidagi sirtida bo'lganlarni sirtidagilarni hisob qilmaganda 48 bo'ldi. Ya'ni ikkisi qaysilar deganda Alaska bilan Hawaii. Bularma Hawaii deganin 50-shtat, eng oxirgi shtat. Alaskani o'zimiz bilamiz, 11 ayrim bir shtat. Mushtaqda Amerikaning aholisi hozir mana bugun tekshirsam 341 million ekan. Bularning ichidagi hamda demografik ahvolni aytganda 61
61,5% aqtanlik, qolganlar shu har qaysi yerlardan kelgan bizga o'xshash shularni tarkib topgan, ular shu 38,5% takni egallaydi hozirgi ahvolda. Shundoq endi. Endi tarixni bir qisqacha shu Amerika qit'asining tarixini bir qisqacha so'zlab o'tgan bo'lsak, endi tarixiy shunoslarning tahlil qilishicha Amerikada shu 12 ming yildan burunli bu yerda insonlar yashagan ekan. Bular endi bularni hozir yerlik indigenous xalqi deymiz. Bular keyin mau Yevropa mustamlikchilar kelib bularni keyin qirib yo'qitib o'tganda o'z vaqtida shu oqtanliklar Amerika kirish vaqtida Amerikaninki shu nupsi endi bu yerda error rate night yuqorida 500 mingdan 10 milliongacha debdi-da, deb nima qilgan ekan bu. Endi bu Amerika qit'asi, Amerika bir hisobda tarixi nihoyatda qisqa bir yerchu. Bu zaminga Columbus davrini boshlagan Columbus 1492-yili Karibiyan dengiz tarafini topganda, Shuningdan keyin bu Columbus İspanya hukumat avatgandan keyin avatganlik sababidan shuningdek İspaniyaning ta'siri Amerikada emas, yana Janubiy Amerika tarafdan nihoyatda kuchayib ketgan. Ularning janubdan kirib İspaniya zaminni kengaytib, yuqori kengaytdi. Keyin inglizlar kirdi. Shuning bilan bir vaqt Yevropadagi boshqa kuchlar, masalan Fransiya deymiz, Germaniya deymiz, Daniya deymiz, İspaniya, abay deb o'tdim. Bularning hammasi Amerikaga kirib, asta-asta Amerikani egallaydi. Bu endi tarixdagi ahvol shundoq. Endi ikkinchi xaritni ko'rsatgan bo'lsangiz, Abdurimjon xafa bo'lmay, shu nimadan boshlaylik? Amerikaningki dastlabda qayana. Xaritni qarang. To'liqga savolning temisi, mana shu bir temadan boshlaydichi, Amerikaningki zimin shu qadar kengayib turib, nima uchun zimin setib berishga maqsad qiladi? Maqsad nima? Mushundan kelaylik savolni chatab. Maqsad buningki maqsadi aniq aniq-ku. Buning maqsadi nima deganda, chunki Yevropaliklar Amerikaning shu sharqi qismiga kirdi-ku, kirib andikin bu yerni egallaydi. Egallab bo'lgandan keyin shu nopusning ko'payishiga ehtiyoj bo'lib andikin bu mustamlik davlatlar degan, masalan shu Angliya, Fransiya, İspaniyadek mustamlik davlatlar o'zining ziminini vaqtlardigan kengaytishni nima qildi? Lekin nopusning shu Amerikaga kirish sababidan bular shu ziminni shu sharqdan g'arb tarafga kengaytish kirishgan. Shundoq sababdan bo'ldi. Bu yerda yana shu mazmunga qaytib keladigan bo'lsak, eng dastlabda Amerikada shu 13 original states deydi. 13 shtatlar var. 13 shtatlar şu vaqtida shu birlashib shu birlikda boshqariladigan bir nimani qurayli deb shu bir nima 13 aslidagi shtatlar shu United States of America deb qurdi. United degani birlashgan degan so'z, state degan davlatlar degan ma'noda. Shu birlashgan davlatlar degan ma'noda aslida. Endi hozir qo'shma shtatlar deb olamiz, bu aslida 13 di. Bu 13 g'arbdagi nimalarni egallagandan keyin bu yerlardan asosli keyin bu yerda dastlabda bo'lgan inglizlar kelgan, fransuzlar kelgan, andikin danishlar kelgan, germanlar kelgan. Keyin bularning ichida inglizlar yani Angliyalik mustamlikchilar bular nima qilib chiqdi? Shu 13 aslidagi shtatlarni aslida inglizlar asos qilganda. Shuni bu yerda xarita qaraydigan bo'lsak-chi, Kanada taraflarni, andiki Ohio rayonlari bo'ldi, ular qiziqish rayonlar bo'lsa, Ohio rayonlari. Bularni inglizlar boshqargan, nima kirib bo'lganda Kanada mushtaraflar. Andiki janub tarafdan men deb o'tdim, İspaniyaning ta'sir kuchi kengayib, bular shu janub tarafdan, Karibiyan dengiz tarafdan yuqori qarab Amerikaning g'arbi tarafdagi hozirgi Kaliforniya shtatlari, hatto keyin Oregon shtatlari degan o'sha g'arb tarafdagi ko'kish rayonlar bor. Shu yerlarni bu İspanliklar egallab ketgan.
Endi Fransiya qanday bo'ldi deganda Fransiya kirib, shu yuqori tarafdan kirdi, ammo ularni yuqori tarafdan to'g'an tarafdan kirib, bularning ta'siri shu o'ttir qismlarda Fransiyaning ta'siri nihoyatda kuchli bo'ldi. Bular shuning uchun qanday bo'ldi deganda eng dastlabdagi setib elish, endi bu haqiqiy setib elish shu. Bu shu Luizanna setib elishi deb ataldi buni. Buning ayrim nimasi bormi, yo'qmi? Luizanna setib elish ayrim. Shu nimasi bor buningki? Luizanna shu tuturma savollarni bir nim qilib olaylik. Hozir mishata setirishimiz hamda kelmaymiz. Biz Mavlankamdan so'raysiz. Mavlankamga nima qilib, Amerikaning zimin setilish jarayonida qanday tadbirlarni qo'llangan? Hozir mushtam Mavlanka sizga javob bering. Amerikaning masalanga dastlabda tajovuzchi, okay? Yevropa tajovuz qilgan dastlab ketib olgan yeri indiyalikdan Long Island. New Yorkning kichik bir Long Island hozirga nisbatan hozir pulga shunday cho'ng Island indiyaliklar ushaq tushak birini berib $25 setib olgan. Hozirga nisbatan aytsam. Undagi uyat tumayda bu Yevropada vaqtlarda haqlar Yevropada yiliqi nima qirg'inchilik uchirgan, yiliqi ziyonkashlik uchirgan din tarafdan hammasi Amerika tarafga qochdi Yevropadan. Qochgandan bu biya kelib ya oldi bepoyon boylik. Oldi boylik. Shuning uchun shu boylik qarab mangaybaga Amerikaning ro'yi adventure deydi. Tavakkülchilik. Oldimizda nimbakilar kengayib ketavergan to'sal bo'lib qolsa Angliyani og'dirib o'tgandan keyin Amerika o'zi davlat shtatini qurgandan keyin u shtat xalq davomli oldiga yangi boylik izlab mangdi-ku, golden rush deydi. Neft rush ashlarni izlab oldiga mangib va kendiki yerlar tugab bo'ldi, haq ip bo'ldi. Qolgan haqlar nima qildi? Mangim boylik kerak deb oldiga qarab mangdi. Hech qadam dolqin bo'ldi. Ikkinchi dolqinda Amerikaning o'ttirg'i egallaydi. Egallabmasang Texas keldi. Texas kelganda vaqtida Texasni Spanishlar egallab bo'lgan. Ular bilan urush qilib uyani elib oldi. Uyadan mangandan keyin yana ta oldi to'rilib qolgan, ta Kaliforniya kelgandan keyin Tinch okean bularning oldida oxiri Mishaka deydi. Shu Tinch okeangacha bu jarayonda boylik izlab, oltin izlab. Taxminan qancha yillar ham shu siz deyotgan tarixlar? Shu Amerikaning qurilgandan tortib manda issang ta shu Havayni ilvog'incha desang shu oldingi asrning o'ttirgichi. 1607 yildan boshlab shu 1780 yillargacha u vaqtcha ichida bo'lgan ketaverib qolgan gapda eng oxiri Kaliforniya keldi. Kaliforniyanimi Meksikalar bilan so'qishdi. So'qashgandan keyin Meksikalarni bizga setpa deydi, avval Meksikalar sotmaymiz deydi. Urushda Meksikalar yengilib qolgandan keyin amalsiz hozir Kaliforniyanimi nihoyat arzon setib berdi. Keyin Alaskaga keldi. Alaskani Ruslarning qo'lida. Rusning podshohlari uyat o'g'laydiganni o'g'lab, etadiganni etib berdi. Hech qanday nima qolmadi. Boylik qolmadi, quruq deblar. Hozir Amerikaning puliga menda bir 20 millionga setib berdi. Shu Alaskani setib oldi. Setib qonun bilan ishg'ol qilish bo'lmadi-da, Amerikaning bu yerning nemishqamin set ilib oldi desa, tarixda ishg'ol qilib oldi degan nomni olmaydi Amerika. Setib oldi. Havayni ham o'zligidagi podshohlik odim qolmagan ip qoldi. Musha hammasi Amerikaning setib olishning asos ko'yi. Setib olgandan keyin sen o'zingning egilik huquqini berib etsa. Keyin sening boshqa davlatlar, masalan, Meksikalar hozir Texasni, Kaliforniyani qadimda biz yashagan degan bilan o'zining davlati setib olgan qonun hujjat bor. Shuning uchun bu yerni ular bizning ziminimiz deb jakarlanmaydi. Bunga setib berib o'tgan. Shuning o'xshashi Amerikaning uzun so'zlakcha qisqa tarif o'tsak. Mushu men birdan turib, men nemishqa men yeshillandi bilan Panamani oldigan to'g'riliq men birdan turib so'z. To'g'riliqqa unda o'xsa sizniki shu Facebook yozgan yozmangizda Amerikaniki setilgan ziminlarni nihoyat ixcham shaklda tushundingiz. Ashunga o'taylamsa siz shu yozmangiz bo'yicha Amerikaniki
setib olgan ziminlarni bir qisqacha tushuntirgan bo'lsangiz. Birinchisidan boshlamdik. Bo'ldi. Abay Mevlan muşuluk hamda asasen kengeyishninki bütün jarayonni ayt qisqa so'zlab o'tdi. Men biroz hamda tafsilotiga kelay. Bu abay men deb o'tgandek 13 shtatlikqa o'zlari United States of America deb jakalgandan keyin endi Angliya bunun qo'shilmaydi. Angliya shuning bilan bir nurg'unlik armiyalarini avatib hamda Amerikani berib Bu gapimiz berib kechirim. Aş bu yıl aykırılarını bilseniz, hiç olmazsa yılını çok yıllama eskartıp koysanız. Ya yılları men abay dep öttüm go 1776 yılga kelganda şu Amerika George Washington'ның yetakçiligida, ma Washington DC degan ya şunun namını qo'yilgan go, şunun yetakçiligida bu Amerikani mustaqil davlat deb Fransiya bunu itiraf qildi. Fransiya itiraf qilgandan keyin 1776 yili bu Amerika Qo'shma Shtatlar shu vaqtda qurildi. Shu qurilgan vaqtida endi 13 shtat degan dastlab 13 shtatni qirg'oq tarafga Serxiyalar shu. Keyin anikin biroz ma'vu Western regionda g'arbiy rayonlarga deb biroz kengaytirilib, bu yerda shu naytliq xuddi talay kelganda ularmi hammasi shu Amerika qo'shilib ketdi. Qo'shilib bu endi rayonlar nada deganda Mississippi daryosi bor. Mississippi daryosi degan Amerikaningki to'g'risiga kesib chiqilgan bir cho'ng daryo. Dünya Amerika için en uzun derya. Bu derya boyuğu bağıca şunun olan Amerika Qo'shma Shtatları oldu. O fakat Amerika'nın ki hazırki ziminin ki 3'ten bir kısmı. Xoş. Bu degan 1776 yıllar etrafında bo'lgan ishlarda. Şunu olandaki bu Amerika mustaqil davlat bo'lgandan keyin Abay Mevlan deb o'tgandek bu kengayish orzusini shu vaqtdan boshlab nim qildi. Lekin bu yerda nayt bir talay kelib qolganchu. Bu emdilik Louisiana City Village degan bir narsa bor. Bu City Village'da Amerika hech qanday bir urush qilganmi yerimi yo'q. Hech qanday bir nima qilgan yo'q. Abay deb o'tgandek Mississippi daryosining o'sha janub uchidachu nima New Orleans degan bir shahar bor-ku. U New Orleans shahar o'z vaqtida nayt taraqqiylangan Amerikaning ichidagi eng cho'ng bir shahar. Nima sababdan shunday bo'lgan deganda Mississippi bilan daryosi bilan bog'liq-ku. Mississippi daryosini bo'ylab shu dehqonlar deymiz, shu nimalar o'zining mollarini shu Mississippi daryodan shu nima New Orleansga to'shib beshi Mississippi daryoning beshida shu yerdan andinkin paraxotlar orqali Amerikaningki mavu sharqi qirg'iqqigacha yutkaydi. Chunki Amerika degan o'zi sharq qirg'oq vaqti, g'arb qirg'oqda bo'lgan yeri yo'qda, shuning uchun buning nihoyat muhim ahamiyati bor. Endi Mississippi daryosining g'arb tarafi Fransiyaga tarafda vaqtida. Endi uning tarixini inchiklab so'zlab ketsak yomon nima, lekin bu nihoyat cho'ng, bu Amerikaning 3dan 1 qismini, hozirgi 3dan 1 qism egallaydigan nihoyat cho'ng rayonda. Bu yani endi aslidagi maqsad qanday bo'lib ketdi degan chaqda oshiliqi Thomas Jefferson degan Amerikaning prezidenti shu vaqtida bu uningki maqsadi New Orleans bor, New Orleansni kontrol qilganda shuning bilan bu nimaga Fransiyaga New Orleansni bir 2 million dollar setib bersanglar deydi-da. Bu payt qandaqlarcha Amerika shunda talaylik bo'lib qoldi degan chaqda dal shu vaqtlarda qani men yilini bir yerda deb o'taylik, shu vaqtida yillari shu 1840 nechinchi yillardagi ishlarchi bu 1840 nechinchi ishlar. Shu vaqtida bu Napoleon bormi? Napoleon Bonaparte Fransiyani so'ratdi. Bu vaqtda Napoleon Bonaparte'ning jang maydonlarida-chu Angliyaga ushtirib qo'yish xavfi uchraganda, uningda iqtisod kerakdi. Lekin Angliyaning vaqtida abay deb o'tdim, Angliyaning shimol taraf ta'sirni oid qattiq vaqtlar, kuchli vaqtlarda shuning bilan biyalarning qo'shiqli biroqlar Angliyaga tortib qo'ymaydigan anslashmi bor. Shuning bilan u Napoleon elchi avatib va sen u New Orleansni olmaydigan ish tarafning hammasini olsangmamdi deydi. Bu nihoyat talaylik bir ish bo'ldi. Shuning bilan Thomas Jefferson va osoq olayli degandikin qayalarni olma deganda nagichi bora olsang shu yerlarning hammasi o'zingning deydi.
Fransiyaga bağlıq aşı oturdu gelenço. Aşağının nerge baralsan şu zimin sana tava buldu deydi de şunun olan bir yerde andikin oturluklarda bir yani bir nemeler söhbetler ötküzücü arkalık şunun Napolyon şu Amerika'nınki Louisiana City Village nemesiga kol koyup Amerika'nınki oturdu ki yani şu Mississippi deryanınki garbi andikin mavi Amerika'nın çoğu mavi Kaliforniya Mevlan avdan buldu. Ma Kaliforniya, Oregon taraflarda çoğu bir Rocky Mountain tağları diyen tağı var. Bu tağla ma tarafına ağırıp durdu. Şu Mississippi deryanınki garbiden başlap şu Rocky Mountain tağları için buğan şundak için hani 1 milyon 240 milyon kvadrat metrlik yani şu 15 milyon dolarga sitüydi. Bu 15 milyon dolar hazırkı dolar sundurganda fakat 350 milyon ken. Demek bu Amerika'ya ait çoğun teleydi. Şunu ola Amerika kandak oldu degende double the size of United States deydi. Amerika'nın ki abay dep ötken şerk kırgıtki rayonlarını yani bir as kengaytip şu Amerika'nın ki hazır 3'ten 1 kısmını şunu ola igellep ketken. 3'ten 1 kısım emas, 3'ten 1 kısım azrak yani igellep ketken. Şu vaqtda Texas degan mesele var. Texas kandak oldu degende Texas aslida da mavu nimenin yerdi. Şu mavu İspanya'nın yerdi. İspanya'nın yerdi. Lekin bu Texas'ta adamlar ait az. İspanya hükümeti şu vaqtda bir hata karar çıkarıp koydu. Şu hata çıkarıp bir yanın adamlarını köpeytimizde buna ait adamlar ait az olgandan keyin yani adam sanlarını köpeytimizde xalığanlar aşağı kasanlar buldu deydi. Lekin Amerika'da abay Mevlan dep ötkende kengiş arzusu var adamlar ait küçük olgandan keyin Texas'ka bazıları bir boy bir degan bek isiliyek ya. O bir yer kelinglar degandan keyin şunu Amerikalıklar Amerika tarafdan Texas'ka küçük vardı da küçük berip ya da Amerikalıkların saniye ma yerlik Spanlıkların sanında neticesi köpüyüp ketkendan keyin bular endikin asta şu vaqtda da bir İspanya harbiy evet bastırmamız degan bu yerda mag'lub bo'ldi. Shuning bilan Texas mustaqil davlat bo'ldi. Texas mustaqil davlat bo'lganchu Amerika tarixida. Lekin bu mustaqil davlat bo'lgani bilan bularningki ko'pinchisi Amerikaliklar bo'lgandan keyin Amerikaliklarga qo'shilishni xohlaydi-da. Xohlaganiga shu Amerika mandasi men tayyor men ayyo deblar uni Texas deb bir shtatga o'zgartirib uni bir shtat qilib oldi. Shunga Texas Amerikaga shu asosan jiq o'q etilmagan Texasni bir hisobchi yerlik aholilarininki orzusi bilan Amerika qo'shilgan. Bu yerda cho'ng urushlar bo'lib ketgan. Meningki o'qiganimcha faqat bir 300 adam o'ldi-ku deyman, shunda bo'libdi, lekin u o'zligidan mustaqil davlat bo'lib ketdi, keyin asta nimaga ketdi. Shuning bilan Amerikaning zimini yani mana naq shu vaqtida hozirqininki 3dan 2 qismi joyini nim qilgan bo'ldi. Shu orliqda yana nima bo'ldi deganda ma'buliqa Florida var, Florida'dan sal qiziqishni qildim. Buning da emas, abay xaritida. O janubkilik seriqlarning asli qaraydi. Qo'shiya var u degan hozirgi Florida. U Floridami asli İspaniyaga nimati. İspaniyaning yerida. U qanday bo'ldi u yerda shu jarayonlarda chegara majralari paydo bo'ldi-ku. Chegara majralari paydo bo'lgandan keyin Meksika hukumati vaqtda Meksikada davlat qurilganda İspaniya nim bo'lgandan keyin andikin Meksika qurildi. Meksika davlati andikin bu shu chegara majralarini to'xtatish uchun bo'ldi men sizlarga shu Amerikaga berib o'tay yani. Bizga bundan keyin shu tinchlik bir hayotimizni basanglar yaratib basanglar bo'ldi deb ayani berib o'tdi. Florida'dan berib o'tgan shuni Amerika Floridaga ega bo'ldi. Shuning bilan andikin bu Amerikaningki hozirgi 3dan 2 qismini egallaydigan bir cho'ng nima. Endi yana bir qo'yay. Ma Floridaga hozir basangchi Amerika qurilish burunki shu vaqtdagi Angliyaning shahri bor. Ashi Sipil Zembiraklar qaraqchilar qarashtirilgan atılgan. Amerika qurilishdan burunki hech qanday qurib Angliya damidagi shahar hozir shu Floridaga borsang bor. Shuni ko'rsa ziyorat qilgin. Sipil shu bitta saqlanliq. Ashaga borsang shuni ko'rsa.
Ben Florida, ben rahmet mevla, ben Florida tarafı çıkmagançı, o yer ben destek bağında ne diyen İspanlıklar cık, ne diyen Kübanlar cık karattım. Keyin qarab baksam bu diye aslı Adana yer ki. Şunun için uladı bir ay küçük yaptı, küçük yaptı değişkin bulmaydı kendi. Bu senle başka top yapıp kaldı. Bir yerde muşum toplayla. Yani anınkileyle hem de garip taraf geldik de hem de garip taraf ki. Bu Amerika tarixidagi manifest degan bir atalg'i var. Manifest degan abay Mevlam Azaq deb o'tdi buni. Manifest degan nima deganda shu butun Amerika qit'asini Amerika Qo'shma Shtatlariga tabe bo'ldi degan bir ko'z qarashdi. Shu bularning g'arizida hamda bir hisob zimindagi. Bular hamda shu vaqtlardan boshlabla bu Luizianani ip bo'ldi. Hamda shu g'arbdagi taraflarni alaylı degan manifest degan narsani atalg'ini uyg'urcha nima deymiz endi manifest deb alayli işte bir orzu umidda u butun Amerikadagi xalq fuqarolarning ishiga nima qilib ketgan shu xuddi hozir Amerika degan dunyoni so'ralaydi degan nimada bo'lgandekda u vaqtida Amerika degan butun nima g'arbdagi hamma yerlarni ta shu mavu nima okeangacha g'arblik okeangacha biz egallaymiz degan nimalar bo'lgandan keyin shuning bilan bu taraflarni men abay qisqacha deb o'tdim. Bu taraflar mavu dastlabda Ispaniyaning ta'siri keyin asta Ispaniyaning bo'lib ketgandan keyin bular Meksikaning ma'lum nimasiga uchib ketdi-da. Shu Oregonga bag'acha Kanadaga Oregon degan uch tarafdagi shu Kanadaga bilan chegara ashagacha endi keyin hozirgi Kaliforniya aşırı o'ttirdiki shu bir monch ashadiki g'arbdagi bir monch shtatlar shularning hammasi mushakilda shu bu endi urush orqali hal bo'lgan urush orqali qistirib qo'yayman bular Oregonda dedi-ku Amerika shu vaqtida Kanadaning o'ziga akirib olishga intilgan cho'ng so'qish bo'ladi lekin kanadaliklar Amerika qo'shilmaymiz deb qattiq kurash qilib o'zining mustaqilligini saqlab qoladi. Buni endi shuni to'g'liqqa ishtikish qilsa tugmay qolib qoladi. Bildim, mishan o'tdi. Endi meklayli yana ashuni o'tqa. Berib bo'lmadi g'aribga. Yana bir minut qoldi. Mishadandagi mayalarni bir Texas session degan bir narsa bor. Shu vaqtida Meksikalar Meksika davlatlaricha vaqtida Amerika bilan so'qishib, urushda yengilib nima qilib ketgandan keyin undan o'sib bo'la ala shahringni deb mishani nima qildi? Shuni Amerika 15 million dollar to'lab, yana hozirgi 500 million dollar deb pulga shu Kaliforniya tarafdan Mevlanning turayotgan shtatlarini setib olgan bo'ldi. Bu yerda tirnoq ichidagi setib edishda bu setib sotmasang biz fikrimiz degan gapda. Shuni o'ylab ma tarafdan bundan keyin shu Oregon ait bir talaylik bilan o yoqda bir qolgan yer bo'lgandan keyin deb Oregonni kirgizib oldi. Shuni bilan Amerikaniki mush nimasi ma'noga keldi. Endi Kaliforniyaninki hozir bir uchi yerimi yani Meksikoda. U yakbasa Meksikoning Kaliforniyaga yaqin yerini ularmi Kaliforniya deydi. Am Meksikalılar aşkı bizning Kaliforniyani sen şu vaqtda aldab salib setib olding, biz ilib olmiz deb Meksikalılar ilgirki balı tug'ib ko'payib, hozir bizning Kaliforniyada 30% 35% odam Meksikan bo'lib bo'ldi. Bizning nima governor bizning shtatning boshlig'i Meksikan bo'lib bo'ldi, shahar boshlig'lari Meksikan hozir. Bular biz aholini ko'paytirish orqali qo'limiz qolmas deb hozir bunga tirishyapti. Ya misal men bir narsani unutib qolmadim. Gadsden purchase debdi, Gadsden setib olish degan bir narsa bor. U garchi shu Mexican sessionda Amerika 15 million dollarga cho'ng rayonni setib olganda Gadsden ya shu vaqtda yana Meksikaga tava bo'lganda shunlar Amerika bo'ldi bu yerga biz qimmatroq bağ qo'yib shuni setib olaydi. Kichikina bir parchaga janublik seriq Gadsden degan yerni ashani 10 million dollar to'lab setib oldi. Bu ziminni ustidagi yo'g'on ziminni setish turgandan ait kichik yerda, lekin u nima uchun u yer ait ahamiyat ko'p qoldi degan Amerika hukumati shu vaqtida temir yo'l yasaymiz deb ashyalar ehtiyoj bo'lib qolgan. Ehtiyoj bo'lganda kapitalistlar bo'ldi qimmat o'sim olayli deb 10 million dollarni bir hisobda shu vaqtda ait qimmat bahoga setib olgan. U bitgan. Endi o'taylik mana biroz endi Alaska.
Alaska hamda bu mu bir Amerika'nın bir kelgen talihi? Alaska'nın bir coğrafyalik o'rni ne? Alaska'nın coğrafyalik o'rni şu Kanada bilan tutashliq, şu meyda xarid ko'rinmaydi o demek. Kanada bilan Ko'rindi xarid. şey bago o degan mavu süsün ye bago o degan Kanada oldu. Mavu o'ttirikse Alaska a tarafı nima Rusya. Endi u yerda Rossiyaning qanday iloj bu yerga kelib qoldi deganda o'z vaqtida tarix vaqtida uzun yil tarix vaqtida bu yerda muzlar to'nglab ketadi ekanda shuning bilan mana sharqdagi yana bizning ajdodlarimiz bir hisobda shu Mongoliyaning shimol tarafdagilar bular ashyalardan ko'chib nima tarafga ko'chib kelganda Alaskani kesib o'tdi. Bu Alaska buni 1800 1700 yılın ahırları Rusya'ya tabi ayyadı. Naiti keng. Bu yanın zimini çok naiti keng. Bu Şarkı Türkistan'ınki zimini bilen tank yolduğun bir rayon. Bunu hiç adamlar bilmeydi ki Alaska'nın küçük ya. Naiti çoğun yer bu. Lakin şundak çoğun yer Rusya'ya nispeten anca ehmiyet kalmayan bir yerde. Çünkü o Rusya'ya naiti jirak uzun nimelerden üyeye bardığan gap, üyeye bağanlıkı köçüp bağan Ruslar dastlabki bir yerde boy bo'limiz der, so'd qilishimizda bo'lgandan keyin u yerda unda qimmatlarni ko'rmagan, hech qanday foydani ko'rmagandan keyin shuning bilan shu vaqtida bu nima Amerikaning polki deymmi, President Polk shu vaqtda shular bilan suhbatlashib bo'ldi, bizga setib bergan bo'lsang degandan keyin Rossiya shundoq xushal, rozilik bilan Aşı sitvetkende Uğursuzlar şunda hoş olan çünkü bu birmonç Kırım kirdi deydi. Ameliyat kırgan Kırım'ın ne degende 7 milyon 200 bin dolar kendi. Şundak çoğun Şarkı Türkistan zimini okşaş çoğun yani 7 milyon 200 bin dolara şu sitpegen Amerika'ga. Razılık bilen satkan hatta vakti Rusya şunda razılık bilen satkan bilen Amerika'da çoğun gol payda olgan çoğun. O vakti eşine bir Sword deydi. Sword degan ne şu vaqtdagi suhbat o'tkazgan kishi ekanda Amerikaniki. Uni shu sarang, ahmaq, bir parcha muzni shundaqcha pulga setib oldi deb ayblagan. Lekin 1890-yillar bu yerda cho'ng oltin kanlavog'i oltinlar tepildi. Oltinlar tepilgandan keyin bu yerga oltin gold rush deb oltin qo'g'lab bormiz deb bu Amerikaliklar ashyaga berib shu bayib ketganda shuning bilan keyin andikan bu ahmoqlik qildi degan paranglarmi shuning bilan jimiqib ketdi, yo'q bo'ldi. Endi hozir qaraydigan bo'lsak bu nihoyatda cho'ng, nihoyatda bir foydali bir yerda, chunki bu shundoq. Endi Alaskada shunchalik to'xtalaylik, nima qilib andin ne keldik? Mana Amerikaniki xaritani bir o'taylik. Xaritani qaraydigan bo'lsa, uning bak Hawaii aralları hem de bu Hawaii'den şu Hawaii takım aralları şu o. Hawaii ara Uygurca da Hawaii dep yazıp asıl takım aralları yapıldı Hawaii. Hi dep Uygurlar Hawaii dep alay arıyor. Hawaii degan aşağıda yılını yazıp koydum ko deyim 1900'lerde. Bular özlüğüde şu Amerika qo'shilishini xohlaydigan bo'ldi. Şundan şu bu Amerika'nınki bir ayrım ştat demiş. Şu 4 cho'ng aral var şu. 4 cho'ng aral şundan Amerika'nınki nimasi kir. Bu yerda pul to'laydigan ishim bo'lmagan. Chunki o'zligidan bo'ldi sizlarga biz Amerika qo'shildi vaqtda bir rozilik bilan kirgan 90% şu bir nima saylamdak nasib bo'lib ketganda bilet tashlash shu bilet tashlashda 90% aholisi Amerika qo'shilamiz debki shuni Amerikaniki nimasi bo'lib ketdi. Bu to'g'riliq shunchalik bo'lsin. Bu Hawaii'ni-chi, nima qilib Hawaii'ning endi buni Yamayat Tinch okeanining o'ttirida. Bunun stratejik o'rni bek muhim. Hem bununki uşak aralların töpeden astidan qilsang 2000 kilometrdan uzun. Demek aşınçık ya sen her qandaq Tinch okeandan her qandaq davlat mağmen deyse bu yerden ötenmeydi bu Amerika'ya təbi. Çıkındı Afrika piyolu xarbat vəqqəs aşağı bolğan qoy. Bu yer aşı aylında Hawaii çıxad bolğanı. O ayrım çoğun topiklar var hem de bir yerde Hawaii'ninki Amerikan Samoa dünya uçuşluk rolü edilendikler.
Ha. Bu Samoa aralları da uşak arallar. Bular da Amerika'nınki bularning Amerika'nın ştatları bo'lmaydi. Bu yerda Amerika'nınki abay men deb o'tgan 50 shtatdan boshqa yana 5 territoriyasi bor. Bu territoriyasi nima deganda masalan harbiy jihatdan aytgan chog'da Amerika ularni qo'g'dab qoldi agar birasi hujum qilib qolsa. Bu kichik arallar asosan sayohatchilarning shunday nimalar bilan o'z vaqtida ammo urushlarda cho'ng asqatgan. Bu mustamlik urush jarayonlarida keyingi 2. Dünya urushi mishalar cho'ng rol o'ynagan. Bu shu Atlantik okeanidagi o'tirdi bir Amerika qo'shqinida jiroq bir joylar buni Samoa orollari deydi. Amerikan Samoa deydi. Bu yerda bir qancha ushaq orollar bor. Bularmi o'zligidan Amerikaga nima qo'yatgan. O'shaning nima deymiz, qabila boshliqlarimi? Qabila boshliqlari bo'ldi. Yerimni berib etdim deydiganda gaplarni qilib, chunki o'zimni manfaat keldi-da, berib etgandan keyin nurg'un jihatlardan Amerika qo'g'daydigan bo'ldi, Amerikaning territoriyasi bo'ldi. Ammo Amerikaningki bir narsani men bu qisib o'tay. Amerikaningki territoriyasidagi aholilar bor, ularning saylash huquqi yo'q. Saylash huquqi bo'lmaydi. Andikeyin Amerikaga tax to'laydigan ishlar bo'lmaydi. O'zlarinkini o'zi tepib, shundoq bir alaydiliklar bor. Hamda harbiy jihatdan, ma'lum ma'muriy jihatlardan Amerika boshqurdi, yordam qilish ehtiyoji bor. Lekin hozirmi ba'zi amerikaliklar ashyalarni nima deb boqimiz deydiganlar bor. Berib etmamdiq, mustaqil qilib etmamdiq deydiganlar bor. U Amerikaning ma'lum yerlar kelganda uni cheksiz kengaytirma deb o'ylab ketmaydi. Shu o'to'g'li birdan yana paranlashimiz Kanadaga kelgan chog'da. Shu bu mishada. Bu yerda maxsus savollar bor. Bu yerda maxsus savollar bor. Mana o'taylik hamda Virgin orollari degan bu asli Daniyaning mustamlikasida. Shu Daniyaning mustamlikasida. Lekin bu yerni shu Amerika, qani men yili ismini sanabsizda. Yilni bir ismida. Yilni bu yaklash biraz teskençi hani. Yok ha. 1917 yılı Daniyadan setip aldık yani. Şu vaqtida 25 milyon dollar tölegan. Bu hazırki şu 500 milyon dollarga yakın pulda. Şu vaqtida bunu şu arallarını setip algan. 25 milyon. Lekin şu 25 milyon tutuyor. Hem de bunu müşinçilik düşündürü öteli 11 arallar devletleri Amerika'nın teritoriyası kırdı. Amerika grajdan da qaralmaydı o yerlikten çünkü sayılan. O yani nişka şeydeki British Virgin Islands'da bir imsi var onunla. Ne mi ki? Nişka British Virgin Islands'da. Ya o Islands diyen gibi arallar diyen gibi İngilizce. Ya Amerika'da yazmaydı British tepe atay değil mi? Ya bu ne emdilik? Hazır British demeydi, hazır American Virgin Island deydiğim buldu. Aslında abi ne bir de hatalı. American Virgin Island deydi. Çünkü bunu Daniya'da situagan. Hem de hazır ahval okşamaydigan yeri ma Trump abay siz mi dep öttünüz? Trump Greenlandiyani Daniya'dan setip almaz degan gaplarni qo'ygan hozir degan qattiq qarshilik ko'rsatganda qilyotdi. Ammo menga kelgan chog'da o Daniyami degan hech qanday qarshilik bermagan, rozilik bilan berib o'tgan shunday 25 milyon dollar. 25 milyon dollar degan u vaqtda nihoyatda jiq pulda, hozirgi pulda 500 milyon dollar bo'lsa, u vaqtlarda nihoyatda jiq pul. Lekin buningdan qutulaylik. Chunki bu Amerikaningki ma'vu kengaytish strategiyasi ta'sir qilgan yachu indiki dunyoda o'ttir dengizning o'ttiri bir yer bo'lgandan keyin ashada nima qilish harbiy bazaslar bor Amerikaning. Bu nafsi kengisiga o'taylik ya. Ma'lum keldi qanda Puerto Rico ne deydi? Puerto Rico'da uzun to'xtalmayman. Puerto Rico niye uzun to'xtalmayman? Filippin to'g'riliq kelajak. Puerto Rico degan Filippinninki yendiki bir kichik nimalarda. Ma Filippinni shu vaqtida Amerika Filippinni setib olgan. Setib olib keyin hamda o'zligini qaytarib yotgan 1899-yili buni Filippin Session deydi. Filippinning ayrilishi degan gap. Bu Amerikaga
$20 milyon yani hazırki $636 milyon Amerika setip bergen bir yani. Setip berip keyin endikin bu emdilikte Filipin 2. Dünya Uruşı mezgilinde ait çoğun rol oynagan go. Onundan burunqa ma mustamliklerin kengeliş vaqtlarında bir çoğun rol oynagan yerlerde. Şunu $20 milyon setip endikin kene 1900 bu yakın kışlarda 1900 kaçıncı yıldı? 1946'ga to'liq mustaqillikqa erishib Amerikan kodini qutlagan emisi. Ha, 1940 ya bundan kim bo'lgan? 46ga ma yozgan nimada? 46-yili o'zining mustaqilligini jakalab, ma Amerikaning kontrol qilishidan qutulgan bu. Hamda keyin bilamiz-ku, keyin o Amerikaga qarshi qilgan ishlarni qilgan 2. Dünya urushidan ait cho'ng rol o'ynagan bir cho'ng urushlar bo'lgan-ku. Shu mezgillarda nima bo'lgan? 46-yil degan to'g'ri, 46-yil. Endi Mao Gertland orli ma narsalarga kelar qatim kirsaklamki Gerland orli haqida bu turabdan degan gipi anadan boshqa Kanadani 51-shtat qilish, Panama xaritasi to'g'risiga bu uch yo'qni kelar qatimliq suhbat qiladi. Hozir 40 minutda eshibdi. Siz oldiraysiz safarga. Men shuni deydigan. Bir shig'aylar, bir mazmun unutib qolgandek turdi. Endi biz Gollandiyada yashayotgan Gollandiya tarixini o'rgandik. Bundan 400 yil burun ilgari hozirgi Gollandiya o'chog'ida dunyoda Amerikadagi bir kuchli davlatda, qeyri kapitalist davlat. Yevropada dastlabda Portugaliya, Ispaniya, keyin Portugaliya, undan keyin Gollandiya. Bular dunyo so'rg'an o taraf Amerika, Yeni Zelandiya, Avstraliya, Afrika qit'alarigacha bular kengayib Amerikaning shu joyda bular mustamlik qilib 1624-yilda shu New Yorkni bayqab, ma Gollandiyani Amsterdam deya va Amsterdam o'xshab ketgan yaxshi New York menga berib qo'ydi menda. New York New Amsterdam deb ataydi ekanda, ya'ni bizga Yangi Amsterdam shu bahani shularning ismini qo'yapti-ki. Kim biladimi shu Angliyaga ketib ketgan 1600-yillari degan bir tarixlarni Gollandiyaga faxrib so'zlab berganimdan anglagandik-da. Shu azra qo'shib qo'ygan gap qoldi hamda. Ya'ni Gollandiya. Men mishada ikki yil gap qo'yay endi Abdurimjon. Men ayt yaxshi dedingiz. Men shuni to'g'ri biroz to'xtalay degandim. Men New York taraflarga borgancha New Amsterdam, aslida New Yorkning ismi degan New Amsterdam edi. Abay Mevlan deb o'tdi, o'z vaqtida $24-25 ashyalarni setayotgancha shu vaqtlarda bu Amsterdam, ya'ni ma Daniyaningki shu Amerikadagi nimasi xeli kuchli. Ular hatta İngilizler bilan so'qishadigan ashtaqishlarni kim mag'lub bo'lib ketgan albatta o New Amsterdam deb Amsterdamning ismini atqicha o'zimiz New York debchi York deganmi Angliyaninki bir nimasi bir shahrichu bir rayoni. Shuning uchun mayaqni New York deb ismini o'zgartgan. Bu tarixi bor. Bu qiziqarli gaplarni aytib jiq bu yerdan bugun vaqtni nimalarimiz bor bo'lmasa temini yig'imiz to'xtamiz. Jig'andi bu ilaqa bu Amerikaga mi Yevropaning har yerdan kelgan odamlar bo'lgandan keyin o'z ziminiga bo'lgan hissiyoti tugmaydi. Shu o'z zimini Amerikaning ismlari nurg'un shu Yevropaning ismlarida ilingan. Masalan bu Amerikaning qima shahar Las Vegasga borsang bir Angliya British Bruce degan bir ko'rik bor. U ko'rik nim bo'lganligiga yiliqi bir mushak Amerikaga kelgan Angliya odamning Angliyada yutidagi bir cho'ng ko'rik buzilib ketsa, buzilib ketgan ko'rikning butun toshlarini, yog'ochlarini sit ilib endi Amerikaga akilib bu yerda toshlar bilan ko'riklar bilan ko'rik solgan. O'zininki qadimki davlatiga bo'lgan hissiyotida bundaq ishlar Amerika degan Yevropadagi butun yerdan ko'chmanlardan kelgan xalq bo'lgandan keyin bu Yevropaning har ismlari bilan qilganlar bakli ko'p. Amerikaning misha bizning Kaliforniyaga borsang shaharlarmi shunda jiq. Masalan nurg'un shaharlar bor, borsang ismi shu Yevropadagi qadimki ismlar. Shunga o'xshash. Unda olsa bugungi temani mishada to'xtaylar. Asosga bugungi suhbatning muhim nuqtasi Amerikaninki zimin setilish tarixi bir nazar tashlab, tarixda qaysi ziminlarni setib olgan shu ziminlarni bir qisqa tunishtirdik. Ham kelar qatimda bu Amerikaning yangidan saralgan Donald Trumpninki Rojdestvo bayrami arifasida Kanadaning o'zining 51-shtati qetib olish,
Daniyadan gelen aralığını setiveliş, Panama aralığını qaytırıp eliş qatarlıq münemeler dünya küçük təsir qozğıdı. Bunu okuğandan keyin mening kallamga bir fikirlik kirib, Sharq Turkiston Donald Trump satamdiq, jig'ib aytgan Amerikaga satamdiq degan bir maqola yozib, o'zining Facebook sahifasida e'lon qildim. Bu maqomda küçük təsir qozgan ba'zilar yaxshi aktiv inkos qaytarsa, ba'zi salbiy inkos qaytarayotganlar bor. Jig'ib aytgan avval qarindoshlar bu maqolani bir o'qib chiqsin. Hani kiler qatimliq suhbatda bu Donald Trump'niki Rojdestvo bayramida qo'ygan şu Kanadadan 51 shtat qilish, Gelen aralığını setib elish, Panamani qaytarish, shu temin asosida shu tukkanda ba'zi so'ragan nazariy savollar bor. Nima uchun u yer setib elishga Amerika hukumati Donald Trump uni o'tirib qo'ydi? Buni siyosiy ariq ko'rinishdimi, tarixiy, jug'rafiyalik o'rni qanday muhim ahamiyatga ega? Bu nuqtadan chiqish qilib, anan keyindan nima uchun men Sharq Turkistonni satayli degan bu nuqtani yuritdim. Bu meniki bir ideya, bu fikrimda hamda. Hani bu nuqtada bir talashlar chiqib boqamiz. Şuңашqa bugungi suhbatni oxirlashtirib berdi. Suhbatni ko'rgan barliq qarindoshlarga rahmat. Shundaqlar sizlarning kim bu qatnam suhbatga qatnashib bergan ko'pdan ko'p rahmat. To'g'rilikka safaringiz oq yo'l bo'lsin. Hamsa kirar qatimliq programmani ko'rishaylar. Hammalarga Allohga omonat. Rahmat sizga Andas Abdurimjon. Mening vaqtim bir qisqa qoldi, shuni to'g'ri tushunib to'xtatganligingizga rahmat. Men bu safarga ma'musam bo'ldi. Abay topiklar yaxshi topiklar-ku. Endi bugun Abdurimjon deb o'tganda